Right now, we have the honor of hearing from someone whose story embodies determination and leadership, the power of believing in your own potential, and a leader who began his journey in Andijan and rose all the way to executive ranks of one of the world's most iconic technology companies, HP. Today, he serves as the Vice President and Chief Financial Officer of Storage Business Unit at HP, guiding the global strategy and innovation and financial excellence. His story is not just career journey. It's the message to every young person, Uzbekistan, that your dreams have no borders and your ambition can take you anywhere in the world. Please join me in welcoming to the stage a global leader, inspiring role model, and one of the Uzbekistan finest professionals, Vice President and CFO of Storage Business Unit at HP. Keyingi ma'ruza Andijondan boshlanib, HP'ning yuqori rahbariyatgacha yetgan ilhomlantiruvchi hayotiy safar haqida va kutib oling, Mayk Kuchkarovni yuksak ehtirom bilan sahnaga taklif etamiz. Please welcome. Well, first of all, thank you for kind words. That's the kindest introduction I ever had, so it's very nice. O'zbek tilida gapirsam agar xo'p desanglar, chunki ko'pchilik ko'p sohalarda misol ingliz tilini biladi, lekin o'zim to'g'risida gapirganda passionate bo'lib ketaman, ko'pincha o'zbekcha gapirgan menimcha osonroq bo'ladi. Avvalambor shu konferensiyani taklif qilgan insonlar uchun juda katta rahmat. Men qatnashganimdan juda xursandman. Eng muhimi shu yoshlarni ko'rib, to'g'risini aytsam, sizlardan o'zim yana ko'proq motivatsiya olyapman. Chunki biz o'qib yurgan paytlarda buncha qiziqish, buncha o'qishga intilish juda kam edi. Sizlarni ko'rib, o'zim yana men ham qattiqroq o'qishim kerak ekan deb xulosa chiqaryapman. Men Amerikada misol uchun 20 yildan beri yashab kelgan bo'lsam, shu ishlab, o'qib, yashab yurganimda eng qiziqarli tomonlardan biri shu O'zbekistonga qaytib kelish, O'zbekistonda visit qilish menga juda yaxshi hisoblanadi. Chunki birinchidan albatta ota-onam, opa-singil, aka-ukalarimni ko'raman, o'rtoqlarimni, yori birodarlarni. Ikkinchidan esa shu O'zbekistondagi misol har kelganingizda ma'lum bir darajada o'zgarish bo'ladi. Har kelganingizda sezasiz. Shu taraqqiyotni ko'rib, yoshlarga bo'layotgan intilishlarni ko'rib, juda zavqlanib, juda xursand bo'laman. Uchinchidan esa shu har kelganimda men hayotimni qaysi darajadan boshlaganim, hayotimni qayerdan boshlaganim va hayotim hozir qayerdaligini o'ylab juda ko'p fikrlanib qolaman. Chunki ba'zida misol uchun har nima deydi, odam o'zi bir yilda bir bo'lmasam bir yilda 2-3 marta shart to'xtab turib, hayoti qayerga ketyapti, hayotida to'g'ri fikrlar to'g'ri qarorlar qabul qilyaptimi, yo'qmi? Shularni bilib turish kerak. Shu O'zbekistonga kelganimda menga shu imkoniyat tug'iladi. Shuning uchun juda yaxshi ko'raman O'zbekistonga kelishdi. Endi sizlarga misol uchun shu Andijondan toki Amerikaga borib o'sha yerda xizmat qilishimni, safarlarni aytib beradigan bo'lsam, juda keng story. Shunga sizlarga misol uchun qismlarga bo'lib aytib bersam, chunki nima deydi, follow qilish, storyni follow qilish sal osonroq bo'ladi. Birinchi qism, men odatda bu qismni ko'pchilikka gapirib bersam, it's a fate yoki bu peshonadagi bori deb nomlanaman. Chunki odamda hayotida qayerda tug'ilishi, qaysi oilada tug'ilishi, qaysi sharoitda tug'ilishi fate, peshonada. Chunki bu narsani odam hamma narsani o'zgartirishi mumkin, bu narsani o'zgartira olmaydi. Shuning uchun men misol uchun o'zimni hayotimni boshlagan paytlarni o'ylasam, misol Andijon viloyati kichkina bir qishloqda tug'ilganmiz. Oilamiz juda katta bo'lgan. Oilada 6 aka, 3 qiz, 9 ta farzand, juda katta farzand bo'lgan. Endi
o'z katta bo'layotganimizda sharoitlar juda qiyin. Qishloqda yashaganlar bormi yo'qmi bilmadimki, lekin qishloqda ayniqsa u paytlarda misol svetlar yo'q yoki bo'lmasam sharoitlar yaxshi emas. Ayniqsa qishloqda o'sganlarga maktablar bizda kuzda paxtaga chiqilardi, bahorda yana ishga. Shunaqa juda nima deydi, o'qish uchun juda qisqa muddatlar bo'lgan, xizmat bilan katta bo'lganmiz. Lekin shuncha qiyin sharoitda katta bo'lsam ham, yoshligimni eslasam, baxt, kulgi, oilada mazza qilib, ota-onalar bilan, opa-singillar bilan o'tirganimizni eslayman. Xullas hayotim menimcha juda baxtli bo'lib o'sgan O'zbekistonda. Endi akalarimni bir ikki marta kalta egalarni hisoblamaganda, baxtli bo'lganmiz. Keyin yoshligimizda katta bo'layotganda, men aytdimki, fate, peshonadagi bor narsa, ko'pchilik baxtli oilalarda ota-onalar yoki aka-ukalar qo'llab-quvvatlovchilar bo'ladi. Misol uchun, men dadam yoshligimizdan o'qish, dadamda ajoyib bir maqol bor edi. Ishlagan tishlaydi, o'qigan dunyo kezadi degan gap bor edi. Chunki dadam misol uchun o'zi oddiy kolxozda tug'ilgan, o'zi o'qib, ma'lum bir darajaga yetgan, lekin bizni undan ham balandroq darajaga yetishimizga undardilar. O'sha paytda meni hayolimda, demak, dunyo kezish kerak bo'lsa, men dunyodagi eng zo'r mamlakat Amerikaga boraman deb orzu qo'yganman. Shu orzu qo'yish juda o'ta muhim. Men misol uchun o'sha paytda o'zi Toshkentga ham bormaganman. Tushunasizlarmi? Chunki Toshkentga bormasdan turib, Amerikaga borishga qaror qilganman. Ikkinchi narsa, o'sha paytlarda misol uchun onam ham, misol uchun dadam misol uchun kechki paytda bizni o'qi, izlan deb ketsalar, kunduz paytida onam bizni doim o'qishga, intilishga, harakat qilishga majbur qilardilar. Misol bizni uyda shunday gap bor ediki, onam bo'lsa, biz uyda 1 minut bekor o'tirmaymiz. Xohlasalar yerda kavlatib, bekordan yerni qaytadan ko'mdirarlar. Qattiq ishlab 1 minut vaqtini bekorga sarflama deb undardilar. Shu bilan mana misol uchun yoshlikda mehnatga qiziqish, o'qishga qiziqish, dunyoni ko'rish xususiyatlari oshgan. Bu meni birinchi peshona degan qismim. Ikkinchisi, mana aytaylik, Amerikaga boraman dedim. Bu orzu tuyuldi, right? Endi orzuni amalga oshirsa kimdir? Buni success deyiladi. Ikkinchi qism meni hayotimda bo'lgan narsa, I call it, there's no free lunch or success is not free, right? Price of the success. Chunki aytaylik, o'qiyman desangiz, sizlarda ham shunday bo'layotgan bo'lishi mumkin. Agar o'qib o'zim ustida ishlayman desangiz, birinchidan siz kamroq o'yin kulgi qilasiz, kamroq video ko'rasiz, kamroq social medialarda o'tirasizlar. U sizni sacrifices. Ikkinchisi, sizlarni bu yoqqa jo'natib, misol pullar to'layotgan yoki qo'lingizdan ishlarni olayotgan ota-onangizlar sacrifice bor. Ularni xizmatlari bor. O'sha to build your success. Uchinchisi esa success qilayotganda o'zingizga emotional sacrifice ham bo'ladi. Chunki misol sizga aytaylik, menga o'sha paytda Umiddan chet elda o'qiyotgan bir akam bor edi. Shundan so'raganman. Men ham Amerikaga bormoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak? Javob juda oson. Birinchidan ingliz tilini o'rgan, ikkinchidan o'qishga kir, uchinchidan TOEFL topshir, to'rtinchidan Amerikaga bilet ol. Juda oson deb o'ylab qarasa, men ham shuni qildim. U paytda misol uchun ingliz tilini o'zim kurslarga bormasdan o'zim kitoblarni o'qib, yurib o'rgandim. Institutga kirdim. TOEFLdan 650, 700 ming esimda ham yo'q. Juda katta ball olib Amerikaga o'qishga kirdim. Keyin Umid jamg'armasiga borsak, o'sha yili Umid jamg'armasi yopilib qoldi. Bitta emotional sizga nima, zarba deyiladimi? Chunki siz o'sha nima bo'yicha, blueprint bo'yicha ketyapsiz-da. O'sha blueprint bo'yicha hamma amallarni bajardingiz. Formula bo'yicha siz Amerikaga bilet olishingiz kerak.
Men aytdimki, agar Amerikaga bilet ola olmaydigan bo'lsam, Germaniyaga boraman dedim. Nemis tilini o'rgandim. Xuddi o'sha nima, nemis tilini o'rganib, Germaniyadagi bitta hozir esimda yo'q, universitetga kirdim. Lekin nimagadir Germaniyaga borgim kelmadi. Chunki men Amerikaga borishga orzu qilganman-da. Amerikada misol uchun o'sha nima deydi, New Yorklarni ko'rishi, Ozodlik haykalini ko'rishi yoki o'sha Niagara sharsalarini ko'rishni orzu qilganman. Germaniyaga borgim kelmadi. O'zimga shu Germaniyaga bormayman deb qaror qildim. Lekin o'zi qishloqda o'tiribman, dalada, Germaniyaga borgim yo'q. Chunki orzuni bitta joyga qo'ygandan keyin faqat o'shanga intilish kerak. To'siqlar doim bo'ladi. To'siqlar yoki har xil chalg'itishlar bo'ladi. Unga e'tibor bermasdan qilgan orzuyingizga qarata harakat qilishingiz kerak. So this is the second chapter. Success is not free. There's no free lunch. It's all about sacrifices that you have to make. Uchinchisi bu determination da. Misol uchun agar shunday roadblocklarga kelyapsiz, you have to kind of still stay true to your north. You have to stay determined. Don't forget about your true north. Bu true north for me o'sha paytda Amerikaga borish. Endi o'shanda men qaror qildim, o'zim ishlab topib yurib bo'lsa ham, dalada ko'proq ishlasam ham mayli, pul topib Amerikaga ketaman dedim. Shu dalada ishladik, ko'proq o'sha tomondan pul qildik. O'sha paytda misol uchun aytdimki, aka-ukalarim juda aniq, ahil, bir-birimizga yordam beradigan odamlar dedim-ku, aka misol uchun mashinalarni sotdi, bir narsa qilib Amerikaga borib oldik. Amerikaga borganda ham it's just the start of your journey, right? Amerikaga borganingizdan keyin hamma narsani boshidan boshlashingizga to'g'ri keladi. U sizga bo'ldi, bu O'zbekistondan ketdi, hamma narsani sharoitlar qilib beramiz degan odam yo'q. Endi ikkinchidan O'zbekistonda o'rgangan narsalaringiz, ayniqsa faqat ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, bu hamma narsa hayotni boshqatdan boshlashingiz kerak. Uchinchidan, endi men u yerda scholarshipsiz ketganman, o'zim yonimdan pul to'lashim kerak, ishlash kerak. Boshida o'sha Amerikada o'qib yurgan paytimda har xil ishlar qildim. Misol uchun oshxonalarda ishladim, restoranlarda, gas stationlarda ishladim. Ertalabdan kechgacha ish edi. Misol uchun ertalab sahar 4 da turib, soat 12 ga borib 12 gacha ishlayman. 12 dan keyin 6 gacha o'qish, kechki payt. 6 dan keyin yana 1 soat kutubxonada ishlab, juda ko'p ishlab, nima deydi, o'qishga, pullarga qilishga harakat qildim. Endi faraz qiling, misol uchun O'zbekistonda yashab yuribsiz, ota-onangiz, aka-ukalaringiz sizga juda ko'p yordam beradi. Lekin bu yerda qiynalib ishlab yuribsiz. Ko'pincha odamlar, misol men o'zim ko'rganman, studentlar, qiynalib yuraman, O'zbekistonga qaytib ketaman deganlar bo'ldi. Yo bo'lmasam, o'qishni pulini to'lashni o'rniga o'sha topgan pulimni cho'ntakka solib O'zbekistonga ketaman yoki trakchilikka ketaman degan odamlar bo'ldi. Shu chalg'ib ketish juda oson. Men o'shanda o'sha sizlarga aytganday stay true to your north star deganday, faqat o'sha orzuyim o'qish, Amerikada ishga kirish deganim uchun chalg'imasdan o'qishlarni bitirib oldim, qiynalib yurib bo'lsa ham. Keyingi chapter is about like finding your next like goal. Yoki bo'lmasa men ko'pincha aytaman, marry someone who can find your next potential. O'sha o'qishni bitirgandan keyin Amerikada buxgalteriya sohasida ishlashni boshladim. Mana Umidjon hozir eslatdi-ku, CPA nimalar lisenslarini olgandan keyin yerda buxgalteriya sohasida yaxshi pul topiladi. Ishlab yurib, hayolimda o'zim orzularimga yetishdim-da. Lekin misol uchun har bitta orzuga yetishgandan keyin o'zingizni orzularingizni yoki bo'lmasa what's next or like recalibrate qilishingiz kerak, keyingisini tanlashingiz kerak. Shuning uchun men aytamanki, sizni o'zingiz yoki bo'lmasa ota-onangiz sizni ma'lum bir darajagacha yetkazadi. Keyingi darajani yoki o'rtoqlaringiz yoki turmush o'rtog'ingiz orqali qilishingiz kerak. Shuning uchun men uylanganda I got very lucky to find a spouse that pushes me and then pushes my limits to the next opportunity. Ya'ni
o'zimni potensialimni yana ham ko'proqqa surishga yordam beradigan, shunga majburlaydigan ayol topgandan juda xursandman. Aytdimki, misol birinchi nima turmush qurgan yillarimizda men aytardimki, I did it. I made it. My dream was, to come from Uzbekistan, come to US, do, like work in one of the top companies. That's it. That's my dream, and it's mission accomplished. Keyin turmush o'rtog'im aytdiki, yo'q. Bu sizni nimangiz. Lekin potensialingiz, misol fikrlaringizni kengaytirsangiz, potensialingiz undan ham balandroq. Undan ham balandroq cho'qqilarga erishishingiz mumkin. Shu cho'qqilarga erishish uchun nimalar qilish kerak? O'sha paytda misol siz bilan gaplashib turdik shekilli. O'sha paytda misol kattaroq ishlarga kirish bo'lish uchun siz top universitetlarga kirishingiz kerak. Stanford universiteti bor, misol uchun. Men University of Texas universitetiga kirganman. O'shalarga kirish uchun nima deydi? Pul kerak, vaqt kerak. O'sha turmush o'rtog'im bilan gaplashganimda, mayli pul ketsa ham, vaqt ketsa ham shuni qiling. Sizni agar opportunitylarni unlock qiladigan bo'lsa, it's worth money, right? O'sha paytda $120,000 edi. O'zimiz kredit oldik. Mashinamizni bittasini sotdik, bitta mashinada qoldik. Turmush o'rtog'im bolalar bilan uyda qoldi. Meni shu o'qishlarga kirish uchun, o'qishlarni bitirish uchun juda zo'r sharoitlar yaratib berdi. Bu is like finding the next champion in your life, right? Aytganimdek, sizda hayotingiz davomida shunday davom ketadiki, ota-onangiz yoki aka-ukalaringiz ma'lum bir darajaga yetkazadi. Undan uyog'iga you need to find your next champion. U universitetni bitirgandan keyin haqiqatda meni karyeramda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hewlett Packard Enterprise kompaniyasiga financial analyst bo'lib kirganman 2015-yil. 7 yil davomida, o'sha 2015-yildan 2022-yil davomida 7 yil davomida juda ko'p steplardan o'tib, vice prezident lavozimigacha yetib bordim. Juda ko'pchilik so'raydi, misol uchun Amerikada, faqat o'zbeklar emas, o'sha o'zimizning kompaniyalarda, o'zimizning universitetlarda, Amerikada studentlar bilan gaplashib bo'lsak yoki ishchilar bilan gaplashib bo'lsak, shunday tez ko'tarilishning sabablari, shu nima deydi, darajalarga yetishning sabablari, success reasonlari nimada deb so'raganda, it's very very simple. You don't have, bu sabablarni bilish uchun siz Amerikaga borishingiz shart emas. Bu sabablarni o'rganish uchun nima deydi, universitetlarga hatto O'zbekistonda borish shart emas. U oddiy narsalar, siz yoshligingizdan how you build your character. Nimaga men boshida O'zbekistonda qanday katta bo'lganimni eslatdim. Amerikada Liboy kompaniyada zo'r bo'lishning birinchi nimasi mehnatdan qochmaslik. Mana dadam aytardilar, yoshligimizda mehnatdan birov o'lib qolmaydi, right? Ishxonaga birinchi marta kirdingizmi, to'xtamasdan, mehnatdan qochmasdan nima ish bo'lsa xo'p deb qilish kerak. Misol, o'sha Hewlett Packardga ishga kirganimda men ertalab hammadan oldin soat 6 da borardim, kechqurun 10 da qaytardim ishdan. Har kuni boshida rosa qattiq ishlash. Mehnatdan birov o'lib qolmaydi, qattiq ishlash kerak. Ikkinchisi, ishlash boshqa narsa, ishxonada yurganda aloqa, boshqalar bilan mentorlik yoki boshqalar bilan aloqa o'rnatish boshqa narsa. Misol, O'zbekistonda kabinetchik bo'lib qolma deydi-yu. U yerda ham xuddi shunaqa bor. Misol, sizlar hozir nima deydi, konferensiyada o'zingizlarga bilim olmoqchisizlar, odamlar bilan aloqa o'rnatmoqchisizlar. U yerda ham xuddi shu narsa. Ishxonaga kirganinglardan keyin qattiq ishlab yuravergandan ko'ra boshqalar bilan aloqa o'rnatish kerak. O'zingizlarga ustozlar topishinglar kerak. Misol uchun qanaqa qilib qaysi kompaniyani qaysi problemalarni yechish kerak, shu to'g'risida nima deydi, o'rganib, o'shani amaliyotga qo'llasa, o'sha ikkinchi success. Uchinchisi, be the like innovator bo'lishingiz kerak. Misol uchun hamma ishxonaga kirganda ko'p narsalar уже qanday qilinishi kerak, qanday amaliyot olib borish kerak, o'sha yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Lekin biz nima deydi, o'sha
kelayotgan narsalarni boshqa innovatsion yo'llar bilan tezroq bitirishni, hal qilishni o'rganishimiz kerak. Misol hozir nima ketyapti? AI ketyapti. O'zingizni vazifangizni faqat o'zingiz orqali emas, innovatsiya orqali, AI orqali ishlarni olib borish to'g'risida o'rganish, shularni amaliyotga qo'llash kerak. Shu narsalar orqali nima deydi? Amerikada Hewlett Packard Enterprise'da vice president lavozimiga erishdim. Bu menimcha Amerikada bo'lgan bilan hayotim davomida meni shape qilgan xarakterlarim o'sha paytgacha yordam berib keladi. Endi oxirgi menda nima deydi? Speechimni tugatishimdan oldin ikkita narsa aytib qo'ymoqchiman. One is o'zingizlarda birinchi o'rinda orzularni topishinglar kerak. Orzularni topganda shunaqa tanlanglarki, juda katta orzu bo'lsin, sizlarni yo'l davomida to'xtatib qo'ymasin. Misol uchun Amerikaga kelish, borishmi yoki bo'lsam bitta korporatsiya ishlash ham hozirgi men turgan paytda o'ta kichkina orzu. Menimcha undan ham katta orzular bor. Milliarder bo'lish, kompaniyalar yaratish, O'zbekistonda turibmi, Amerikada turibmi, shtobi siz yaratgan mahsulotlarni butun dunyo ishlasin. Why not us? Why not me? Nimaga boshqa yaratgan mahsulotlar ishlatamiz? Nimaga bu O'zbekistondan chiqqan mahsulotlar ishlatmaymiz? This is the first one. Second one is like orzu shunaqa narsaki, orzuga qarab harakat qilsangiz amalga oshadi. U 100% garantiya. Lekin u orzuga birdaniga erishaman demaslik kerak. Don't ignore the small steps in between, right? Agar orzungiz kompaniya yaratish kerak bo'lsa, what are the 100 different steps? 100 ta steplarni o'shalarni bilib chiqishingiz kerak. Shunga yarasha harakat qilish kerak. Uchinchisi, men kimdir menga aytuvdi, hozir eslamayapman. Nobody builds success on their own. Ya'ni hech kim hech qachon bitta narsani o'zi qila olmaydi. Birinchidan Allohdan. Sizni successingiz, liboy odamni aytsangiz, ularning successi Allohdan. Ikkinchidan hayotingizdagi odamlar sizga yordam berib keladi. Ota-ona, turmush o'rtoq, mana konferensiyalar, o'rtoqlar, shu odamlarni ko'paytirib borishinglar kerak. Uyalmanglar, birovlardan yordam so'rashga umuman uyalmanglar. Birovlarni ustoz deb atashga, birovlardan fikr olishga umuman uyalmanglar. Qancha shuncha odamlarni ko'paytirsanglar, sizni nima deydi, success rate'inglar shunchalik oshib boradi. Shu bilan fikrimni yakunladim. Rahmat katta eshitganinglarga. Sog' bo'linglar. I think it's time for Q&A sessions. Yes? Yes, audience. Come on, dear participants and guests. We want to feel the energy. Let's applause for the guest speaker. Yes? No. It's not the maximum size. Not its maximum. No, we want to feel the energy and the vibe. Dear guests, please. Yes. Mr. Mike Kuchkarov, we have and participants who want to ask the questions. If you're ready, please come to the stage. Thank you. And I want to say one thing. I'm from Bukhara, and I also want to go to America, and I also make the guest lecture from the Bukhara to America. Yeah, okay. I will invite you. Thank you. Well, we have a question. Please, if you have a question, raise your hand. It's very, very good opportunity for you to make a network right now. Okay. O'zi aslida bu konferensiya yoshlarimiz uchun tashkil etilgan bo'lib, bu sizlar uchun juda ham katta imkoniyatlar va eshiklar ochib beruvchi konferensiya bo'ladi. Shuning uchun ham o'zingizni hech ham o'ylab o'tirmay, uyalmay savollaringizni bersangiz bo'ladi. Yeah. Biz qo'liq ko'ryapmiz. Mana iltimos mikrofon bersangiz, keling bu yoqqa. Where is our volunteers?
Mani questionim quick question edi. Menimcha mani Qanaqa ikkinchi mikrofon? ko'pchilikni qiziqtirgan bo'lsa kerak. Nima uchun ismingiz Mike? Menimcha o'zbeksizmi? Mike deb ism qo'yishganmi yoki tug'ilganingizda? Shu savol. Juda ham qiziq savol aslida. Iltimos. Juda ham qiziq savol. Meni asli ismim Muxtorjon. Bu yerda Muxtorjon deb yozdi deb o'ylabman. Lekin Amerikada yurganingizda juda qiyinda, masalan, ismlarni aytish, talaffuz qilish juda ham qiyin. Birinchi marta borganimda o'qishni boshladim. O'qituvchilar misol kiradida, ro'yxatni o'qiyotganda meni ismimni aytgan juda qiynalishgan. O'shanda misol bo'ldi nickname beraman dedim. O'sha qaysi nickname olasan dedi, Mike dedim. Chunki o'sha paytda men Mike Tysonni yaxshi ko'rardim. Shuning uchun Mike bo'lib qolgan. Lekin shu menga juda yaxshi dars bo'ldi. O'zim farzandli bo'lganimda o'g'lillarim ismini ham inglizcha ham o'zbekcha ketaveradigan ismlarni qo'ydim. 3 ta o'g'lim bor. Katta o'g'limning ismi Noah, inglizchasiga, o'zbekchasiga Nuh. Ikkinchi o'g'limning ismi Alexander, inglizchasiga, o'zbekchasiga Iskandar. Uchinchi o'g'limning ismi David, o'zbekchasiga Davud. Right? O'shani qilib o'sha tayyorlanib bordik. Siz ham Amerikaga ketayotgan bo'lsangiz, o'sha nickname tayyorlab oling o'zingizga. Qani keyingi savollarimiz Abdujabbar aka. Well, Kimni taklif etamiz? let's choose from this side. Please raise your hand if you have question. Yes. Yes, please. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Muxtorjon aka. Juda ham katta rahmat shunaqa uzoq joylardan kelib bizga o'z tajribangiz bilan ulashganingiz uchun. O'zimga shaxsan juda katta motivatsiya bo'ldi. Kattaroq maqsadlar qo'yishga, to'xtamaslikka, to'g'ri juft tanlashda yaxshi oltinga qimmat tavsiyalar oldim. Endi bizda hozirgi kunda O'zbekistonda karyera yo'lidan ketish emas, ko'proq o'z startapingni qurib, o'z kompaniyangga asos sol degan vibe juda ham rivojlanyapti. Biz hammamiz startap qurishga kirishib ketganmiz yoshlar. Lekin shunaqa hayotda ikkita yo'l bor. Korporatsiya yo'ldan ketsa, stabillik bor. Tayin oylik, katta oyliklar. Startap yo'ldan ketsangiz, undan bir pulni tayinli joyga qo'yib olaman deganingizgacha juda ko'p vaqt va energiya ketib qolar ekan, emotsionalni ham qiyin bo'lar ekan. Shunga qanaqa tavsiya bera olasiz? Biz mana shu startaplarimizni mana shu HP kompaniyasiga o'xshagan kompaniyalarni qurishga to'xtab qolmasligimiz uchun. Chunki siz resilience bo'yicha ustoz ekansiz bizga, to'xtab qolmaslik bo'yicha. Shu bo'yicha bir tavsiyalaringizni bersangiz zo'r bo'lardi. Rahmat. Thank you. Rahmat. Rahmat katta, juda katta savol, juda zo'r savol. Chunki bu narsa juda ko'pchilikda xayolida o'tadi. Startup qilaymi yoki bo'lmasam bitta kompaniya orqali ishlaymi deb. Sizga turmush o'rtog'im aytgan gapni aytaman. Turmush o'rtog'im aytganki, startup qilsangiz ham bo'ladi yoki katta ish qilsangiz ham bo'ladi, but you cannot do both. You have to choose one and you have to be very committed. Agar misol uchun katta kompaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, shunaqa orzu qo'yingki, o'sha kompaniyada boshliq bo'laman, CEO bo'laman, CFO bo'laman. Shu kompaniyada ishlayotgan vaqtim arziydi deb o'shunday orzu qo'ysangiz, you have to be in the corporate world. Agar butun dunyoga taniladigan kompaniyalar ishlab chiqaraman, misol startup qilaman desangiz, this is the best time to do startups right now. Chunki butun dunyoda liboy burchagidan kompaniya startup qilib, Amerikadagi katta kompaniyalar bilan bemalol kurashadigan payt keldi. Misol hozir stock marketda ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ko'p software kompaniyalar o'zlarini market share'larini yo'qotyapti. Nimaga? AI orqali startup kompaniyalar juda tez holatda o'sha softwareni o'sha bilan kurasha oladigan softwarelar bemalol ishlab chiqaryapti. Shuning uchun startup qilaman desalar, juda zo'r vaqti, fikrlar to'lib yotibdi, funding tiqilib yotibdi, bemalol startup qilsa bo'ladi, lekin karyerani qilish ham yomon emas. Ikkinchi gap, karyera to'g'risida ko'pincha aytadiki, smart people
smart people, they cannot start business. Chunki smart people always analyze. Mana qilsamchi, bunaqa bo'lib qolsa-chi. O'shuning uchun ko'pincha startapni boshlaganlar u nima deydi, maktabda juda zo'r o'qimagan bo'lsa ham tavakkalchilar bo'ladi, harakatchan odamlar bo'ladi. Uchinchi narsani aytib qo'yaman. Startup agar qilmoqchi bo'lsangiz, make sure you're not trying to do on your own. Aytdimku avvalgi safar. Sometimes juda ko'p eshitdim, menda bitta fikr bor, birovga aytgim kelmayapti. Guess what? Siz bilgan fikrni butun dunyodagi odam biladi. Hozir shunaqa zamon keldiki, ideyalar, innovationlar hammasi hammaning qo'lida bir xil. Kim yutib ketadi? Kuch bildirib, shuni execute qilgan odamlar yutib ketadi. Startup qilmoqchi bo'lsangiz, make sure you have a right team, right funding and then right execution. Oh, thank you. Yes. By the way, I did have a startup which failed. So I'm about to do one too. So. Okay. We ask the question from this side and from this side. Let's choose from the middle. Yeah. Yes, please. And try to give the questions because at the end, Mr. Mike will choose the person who give the best question, and we have gifts also. Yes. Biror bir ishtirokchi o'zi uchun foydali ma'lumot topib ketsa, biz o'z missiyamizni bajargan hisoblanamiz. Sizga yoqyaptimi? O'zingiz uchun, kelajagingiz uchun foydali narsa topgan bo'lsangiz, biz xursandmiz.